Assalomu alaykum katta qurbonliklar. Bu videoni o'tkazib yubormaylar. Sizlarga hozir izlab yurgan qiziqarli narsalarni ko'rsatib o'tib ketaman. Bizning seximizda, manzilimizda aytib o'tib ketaman. Xo'sh, iska 32-maktabning oldida, mana bu qarama-qarshimizda maslazavod joylashgan. Xo'sh, birinchisi sizlarga gul podstavkani ko'rsatib o'tib ketaman. Bunga 30 ga yaqin gulni bemalol joylashtirsanglar bo'ladi. Hozir havo sovuq kunlariga juda ham chiroyli turadi. Uyni xohlagan burchagiga ham vidan berib turadi. 30 ta gulni bemalol sig'dirsa bo'ladi. Laminatlar MDF qo'yib chiqilgan. Profili buniki 1.5 ga 1.5 dan juda ham baquvvatidan qilganmiz. Bu yonida esa mana dizayni ham antiqasi. Mana bunga ham bemalol nechta? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. 7 ta gulni akkuratni joylashtirsa bo'ladi. Bu kattalarni. Agar maydalari bo'lsa, undan ham ko'p. Xo'sh, bu tomonda o'choqlarimiz bor. O'choqlarni ham xohlagan qozonni razmeriga chiqarib bera olamiz. Katta, kichkina. Mana bu 600 ligi, buni narxi 300 ming so'm bo'ladi. Kattaroqlari, kichkinalari bo'lsa, bundan ham arzonlashtirib, kelishtirib beramiz. Xo'sh, bu tomonda yonida qo'y oxirlarimiz. Qo'y oxirlar ulanadigan bo'lsa, bularni 120 ming so'mdan metrini qilib beramiz. Xohlagan razmerlaringda ulab chiqarib beramiz. Xo'sh, dastavka xizmatlari ham bor bizada. Mana bu tomonda agar standart bo'lsa, qo'y oxirlarni xo'sh 270 ming so'mdan bemalol kelib olib ketaverasizlar. 235 ligini. Hamma joyi konteynerdan, oyoqlari profildan bo'ladi, juda ham baquvvat. Xo'sh, mol oxirlarga keladigan bo'lsa, mana ko'rishlaringiz mumkin. Konteynerda tomidan qilingan, bilsanglar, tomi juda ham baquvvatroq, biqinga nisbatan qalinroq bo'ladi. Bularning narxi 470 ming so'm bo'ladi. Agar mana bir donasi 235 ligi. Agar xohlasanglar, bularni ham 10, 15, 20 metrgacha bemalol uzun qilib beraveramiz. Xo'sh, bu tomonda antiqa tachka. Buni internetda juda ko'plaringiz ko'rdinglar. Xo'sh, Damas balonlarda juda ham mustahkam. Hamma joyi profil, yangi narsadan 600 lik zanglamaydigan bochkadan yasaganmiz. Xo'sh, buning narxi 1 million 400, qimmat xamer kraskalar bilan qilingan, loyga, rastvorga, yemishga, xullas uyga nima ish qilsanglar bemalol yaraydi. Bu tomonda kachilolarimiz bor. Kachilolarning ham antiqalari, high-tech usulda, uchishi ham pastgina, juda ham zo'r. Orqasida spanlinlisi. Mana buni narxi 2 million 600 ming so'm dastavkasi bilan Kattaqo'rg'on ichiga. Unisi xo'sh 3,5 million mana shu atrofida bo'ladi. Uni ham hali bitirib qo'yamiz. Buni laklaymiz. Xo'sh, yana bizada xullas nimaki temirdan yasatmoqchi bo'lsanglar, bizga murojaat qilaverasizlar. Chorpiyalarmi, hamma narsamiz bor. Xullas kelsanglar, yana batafsil ko'rsatib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.